koreyalik kuyov keldi. Ani Hashimika, chiqibdi. Kuyov desmini? Qo'yamasa. Chiroyli ekansiz. Koreyada ishing bizga qo'yamasiz. Chiqibdi. Kutasanaka. Kiraylik, qani ketdik. Yo'llar. Kelini ko'raylik. Qo'yamasajon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Oshyoy. Qani kuyovlar, qani. Voy, Ho'samasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Nima yig'laydi bular? Qo'yamasajon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? $2,000. Sanalgana? Sanalgan. Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar. Baxtli bo'linglar. Avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Koreyada yangilik yo'qmi? Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ham unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artisiga qisiring, otasiga. Yozga qistirang. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rmi? Hay qo'yamasajon, hech xavotir olmang. Mana bizda Bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan $50. Kimsizlar? Kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, enasiga eriga pul. Nima faqat sizlarda pulmi, ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmiy yo'qmi? Bor. Shundan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men shoshib turibman. Aka, bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Menga qarang. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nana? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, bervoravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Hech kingiz. To'g'ri tushunyapsiz. Bu ahvolda Hurmatli podполkovnik chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishgan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Qo'chang syomka qilmay, kim ichibdi qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir. Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiq qayda bo'lardi? Yuring chiqarib yoqa. Shuppa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling. O'g'il avazich kim? Dadani srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladi. Alo komandir. Takdir bu, takdir. Bor. Ya bermayman. Bermayman. Astag'firulloh. Janang qursin. Nima qilyapti u? O'g'lim, kinolarni ko'radi-ku, bosh qahramonlarni obraziga tushib oladi-da. Bugun kimga tushib olding endi? Kimsan endi? Jumon.
Sasiyonani qutqargani ketyapman. Jumon bo'ldi. Tosh mana qiladi. Shahzoda. Yo'q, onangni abayasini kiygansan, bor onang ko'rmasin o'ldiradi, bor yo'q. Esingdami? Menga hech kimni chinakamiga sevmagansan deganding. Men rostdan Jumsang tirigatanman. Qachon tirildi? Kino-ku bu, ishonaverasan, Yo'q, uning nima bo'lgani kirdi o'sha obrazga. Qanday kiradi bu birdan obrazga, Men Jonsayman, xotiramni yo'qotganman. Sizlar kimsizlar? Bu qaysi kinoni ko'rdi endi bu? Ombak. Nima bak? Ombak. Ombak, bolam, tush endi pastga, tush. Film qayerda? Topib beraman, ombakim, tush bolajonim, iltimos. Hech bo'lmasa suyagini topib beringlar. Hanisini ham topib beraman, ombak, tush bolam, sharmanda qilma bolam, endi ombak. Ombaklik qilma endi. Qayerdan ovoz kelyapti? Tavba qildim, musor paketi ichidami? Joduga nur kerak. Nur topib beringlar. Sharmanda qilib. Joduni ko'rdingmi? Nur. men baxtiqaro Robinzon Kruzoni taqdir kimsasiz bir orolga. Voy, bolam qani? Ya o'l sharmanda. Bu orolga ketdi, mani Robinzonni ko'rib orolga ketdi bolang. Ay, boring orqasidan qayerdan topamiz? Xavotir olma. Sim kartam Mobius-ku, marza 70 tarifi. Kit Security degan xizmati bor. Shunday bolangni qayerda yurganini shunday ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari 150 gigabayt internet bergan. Telegram, Instagram, WhatsApp, hamma messenjerlarga kirish mutlaqo tekin. Telefonda gaplashishdan VIP. Hozir topaman. Qarang. Bu ona nimaga o'rmon ketibdi bu jinni. Men Robinzon Kruzo. Odamlarni ko'rmaganimga 50 yil bo'libdi. Qayerda bo'lganda bo'lam. Menga qara. Nima qilib bo'lsa ham Titanikni ko'rsatma bunga. Tushundingmi? Nimaga? O'zini cho'ktirib o'ldiradi bu jinning. Titanik. Yo'q, Titanikni ko'rsatolmayman bolam. To'g'ri tushun. Sen bizga keraksa Titanikni ko'rsatolmayman bolam. Bitta ko'raylik. Yo'q, uni ko'rsatolmayman bolam, o'zingni qo'lga ol. Yo'q, Titanik yema. Tinchlikmi, kampir, nima yig'layapsan? Maroj yegim kelyapti. Jinnimisan, suv sovuqda ya? Men emas, u xohlayapti. Rostdan. Shu yoshimizda ya? Yo'q, uyat emasmi? Mayli nima bo'lsa ham zo'r bo'libdi-ku. O'g'il bo'lsin-da ish qilib. Mana kampir muzdagina marojni istib ye. Voy, rahmat. Qulpini yegim kelyapti. Uni qayerdan topaman endi? Men emas, axir u xohlayapti. U uchun olib kelaman. Shu yoshda g'alati bo'lar ekan. Mana kampir klubniki. Hididan yangi kiyim kiygim kelyapti. U nimaga? U taksikos yangi turmi endi? Men emas, axir u xohlayapti. Xohlamay qolsin. Hozir kiyimi, pensiyam qolmayapti. Hozir. Kampir mana olib keldim. Yangi kiyimlar qani? Bu babi artistitili zo'r narsa ekan. Eski kiyimlarni shuni to'g'riga tashlaysan, qaynagan suv solasan, bundan solasan, ana kiyimlaringdagi dog'larni hammasini ketkazar ekan. Oq kiyimlarni oppoq qilar ekan. Allergiya ham chaqirmas ekan. 100% Germaniya xomashyotidan qilingan ekan. Ha, yaxshi, lekin men tilla xohlayapman. Endi silashgan qilyapsizlar-da, kampir. Qanday taksikosda tilla xohlaydi? Bola tilla ober, tilla xohlayapman demasa kerak. Qanaqa bola? U xohlayapti deyapsan-ku. U bola emas. U kim? Nafs, meni nafsim. Nafsingga. Aytdim, shu yoshda ishlasa bo'lmaydi-ku deb. Eslatding-ku yoshligimni. Ajrashaylik. Qurut tirikmi? Sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezroq qilib o'rganganmiz. La'sirda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz.
Men xonada. Ajrashaylik. Sen nega jim turing? Bitta plyus qo'shmabsan-da, 18 plyus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxob kelan yaxshimiz ekan. Olov bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxobkada tort pishirganmiz. Po'rsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimji. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandris qiyshiq nonimni kuydiryapti. Bahona bu, tandir yappa yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana moshinkangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Bavi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yuvgin, bo'taloq. Biz bechora o'zi hali kulida yuvar edik. Oppoq bo'lar edi. Bahonada. Onangiz ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb Ona, xush kelibsizlar mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Keling. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. Bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurunchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu yerda hamma ajrashadi. Bu yerda hamma ajrashadi. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya?